mayli onasi seni tushunishmagandir-da. Men o'zim sekin tushuntirib qo'yaman deb turib, yoniga kirish kerak-da axir. Endi o'zing to'g'rila, endi noto'g'ri gapirgan bo'lsang deb turib, qiyin ahvolga juftingizni tashlab ketmang. Mayli men ham tushuntirib qo'yaman, ular noto'g'ri tushungandir deb turib, ko'mak bering, yordam bering. Tashvishni birgalikda harakat qilish kerak. Oiladan shu tashvishni ko'tarishga. Er tashvishda qolsa, ayol nima foyda topadi? Ayol tashvishda qolsa, qaytaga o'sha kasal bo'ladi, yuragi siqiladi. Bir-biriga mana shunday ko'makchi bo'lish kerak. Qo'limizni bittasi bir ishga kuchi yetmasa, ikkinchi qo'l unga ko'makka keladi. Aytaylik, bir chelak yukni ko'tara olmayapmiz. Keyin nima qilamiz? Ikki qo'llab ko'tarishga harakat qilamiz. Shunday ishlar borki, shunday yuklar borki, bitta qo'l ko'tara olmaydi. Ikkita qo'llab ko'tariladigan yuklar bor. Bitta qo'l bilan yarim hissani ko'tarishingiz mumkin. Ikkita qo'l baravar harakatlansa, ikki hissa yukni ko'tarasiz. Ikki hissa ishni qilasiz. Bitta qo'lli odam nogiron odam hisoblanadi. Xuddi shunday bo'lgandan keyin oila ham yolg'iz bo'lsa, yo erkak yo ayol, bolalari bo'lgani bilan u ayol yoki erkak albatta kamchiligi bor erkak. Chunki butun oila emasligi ko'rinib turgan holat.